Senin birden bir ustazın men. Kadirlik dostlar, men Muhtar Buğra. Abdülmuraylık Xalq 3. doktorxanası alayda hemkarlaşkan bir piyalı çay söhbetimiz hazır başlandı. Kızık yeri bugün bir balam bilen bir inem kızık çay içkeç muңdaşmakçı ulatımız bugün. Çay koyuvatkan jigit Xelil Buğra. Xelil Buğra nerede okuydu ki be şu mestallarga okuyduğun mektubunu bir divite balam. Salam, ekran aldiki barcha ko'rilmanlar. Mening ismim Xelil Buğra. Beijing 舞蹈学院的音乐剧专业是okuyatıman. Bu yıl dar. Şu müziklik tiyatrınınki 2. yılında okuydu eken mana. Bu hem de müziklik tiyatr degen bu bizge nama'lum hukm emas. Müziklik tiyatr sanatning hamma turini o'z ichiga olgan bo'ladi. Usul, diplomasiya, naqsha, nota, ingliz tili, urullash, mushu sohalarninki hammasini o'z ichiga olganligi uchun müziklik tiyatrda o'qiydigan bolalarninki vazifasi sal ig'roq bo'ldi. Çünkü bunun çeçi yüsep ketdimi ki? Boynu bitti o. Hem de bu Nurşat inem, Nurşat Dilşat. Bizninki şu naqşı müzikçiligimizde bu jigitmi nayet karapdek ketavatkan jigit. Özü icad kılıdı, müzik icad kılıdı. Özü akordlaştırdı, özü urullaydı. Bu jigitmi köp kırlık jigit hem de. Biz bugün Xelil Buğra'nınki devlet tildeki Mengülü Kütüş namlık naqşı üstüde azırak muңduşup bakaylı. Bu naqşa kimning asli urulgan kim ya? Hem de bu naqshaning asli o'rinlig'uchisi Wang Ruoling deb bir ayol naqshchi. Andan keyin davlat shunda dangliq bir Junggo Nandiying bir Wang Ximen shunda amroq naqshchi fanchan qilgan buni. Shu nusxasini anglab, shuning bilan men shunda yaxshi ko'rib bu naqshini shuning bilan mening o'qig'im kelib shu Ipak yo'lda. O'rinladim. Andan keyin Faxriddin kam gitarni solosini chepadi. Andan keyin Nurşat kamdan qayta akkordlashtirib berganiga qayta o'rinladim. Rahmat inem. Nurşat sana balam nurgun naqşını icad qilib berdi. Mesela Canan Kirek jigitke şu tunji naqşang ko'nglim danisi endi yana qaysiydi? Erboldum. Mana bu naqshilimi sening naqshchilik sohasiga kirishingga intayin zo'r turtki bo'lgan naqshilning birisi. Hamda Nurşat meningcha sening ustozlaringning birisi. Ustozing jeq sening. Birdan bir ustoz kim o deb so'ralsa, kimni desang bo'lasa? Mening ham shu san'at hayotimdan nurg'unlagan ustozlarim menga Nurşat kamdek nurg'un aqllarim yordam qilgan. Hozirgi o'qituvchilaring maktabdagi. Boshqalardan so'rasa, ustozing kim bo'lsa, dangliq, kino artist, u bu naqshchi deydiganimda birdan bir ustoz desang, albatta mening ustozim, mening dadam bo'ldi mening qalbimda. Nimishqa? Hamda nimishqa desam kichigimdan shu hisoblasan meni shu do'stlaringning shunda so'rinlarga, faoliyatlarga mashrab ko'rsatib, nurg'un narsalarni inchik taraflarini men shuni his qila olayman-ku, ham o'rgana Ondan eng muhimi sen meni mani qil, ani uygan deb demaysan-ku, ularni o'zim his qila olayman shunga. Mening amaliyatimdan ba'zi narsalarni his qilib yapsiz-da. Shundami? Shuni sening birdan bir ustozing men. Endi Nurşatdek, hozirgi ma'lumdek sana kichikgina zarrachilik narsa o'rgatgan odamlarmi sening ustozing bo'lish kerak. Shuni hamda Nurşat ustozing nima deydiki, bir anglab baqile. Naqsh to'g'riliq. Bu Xelil inem ikimizniki bu ortaqlığı yaman jiq hem de o'ylayman men. Birinchisi hem de kesib jihatda ortaqlığımız bor. Yaxshi ko'radigan narsamiz o'xshash bu kesibda. Bu ikkimizniki eng iliqi
tipik bir misali olsa, ma ovoz o'rni jihatda men ovozimni bekliq dotechingda chiqdi deb o'ylaydi. Buni ovozi o mening ovozimdan to'man dabis va o'rni qarab chalgan. Biza. Dabisdan ashning o'rniga tushdi ekan buning ovozi. Bu jihatda ikkimizning hamda ovoz o'rni jihatda bir o'rtoqligimiz bor. Anandan keyin ikkimizning bundan mijoz xarakteri, bir ishga tutgan muomalamiz jihatda bu hech kichik bo'lgan bilan bir ishlarga faqat sal qaramaydi. Siz boyam degandek zaricı manda bir ishlar olib qolsa-mu, ashunga o'zingki manda yo'li bo'yicha muomala qilib keladi bu. Shunga hamda men o'zimning ko'nglida bu ikkimizning o'rtoqligi bor, mijoz xarakterida kesib jihatda nurg'un o'rtoqligimiz bor deb o'ylayman bu o'yinimga. Mushu o'rtoqlik, mushu mangulik kutish degan naqshida nihoyat aks etdi. O'g'lim Xelil Bug'ra ijro qildi, sen akkordlashtirding. Yana hamkorliginglar o'rtoq bo'ldi deb qarayman. Abdumraylik xalq uchun doktorxonasi mush sog'lomlik masalasida bir o'rtoq qarashga kelsak degan tashabbusni qiladi. Bo'pmi Abdumraylik uchun doktorxonasidagi Ali To'xta bu tashabbusning texmi tashabbuskori. Bu ilimizmi mushu sog'lomligimiz uchun ko'p ajr qilyotidi ham mushundaq sog'lom bo'lishimizni tashabbus qilyotidi. Tung